O'zmedkamerat aksiyadorlik jamiyatida xavflarni boshqarish. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi audioroligimizda O'zmedkamerat aksiyadorlik jamiyatida xavflarni boshqarish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida gaplashamiz. Sanoat va ishlab chiqarish sohasida xavflar doimo mavjud va ularni samarali boshqarish har qanday korxonaning rivojlanishi va barqarorligi uchun juda muhimdir. Xavf bu ish jarayonidagi turli xil noxush holatlar yoki yomon oqibatlarning ehtimoli. O'zmedkamerat aksiyadorlik jamiyatida xavflarni boshqarish bo'yicha mukammal tizim yaratilgan. Bu tizimning asosiy maqsadi ishlab chiqarish jarayonlaridagi xavflarni aniqlash, ularni minimallashtirish va tegishli choralarni amalga oshirish orqali ularning kelgusidagi salbiy ta'sirlarini kamaytirishdir. Biz xavflarni baholash va ularga qarshi samarali strategiyalar ishlab chiqishda zamonaviy texnologiyalardan va innovatsion yechimlardan foydalanamiz. Bu nafaqat ishlab chiqarishning samaradorligini oshiradi, balki xodimlar va atrof muhit xavfsizligini ham ta'minlaydi. Xavflarni aniqlash jarayonida korxonadagi har bir bo'lim va xodim faol ishtirok etadi. Har bir kishi o'z ishida xavfsizlik talablariga qat'iy amal qilinishini ta'minlaydi. Xavflarni boshqarishning muvaffaqiyatli bo'lishi avvalo xodimlarning ularga nisbatan ogohlik va mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishiga bog'liq. Xavflarning boshqarishning asosiy jihatlaridan biri bu ishlab chiqarish jarayonidagi xavflarni barcha turlarini aniqlash va ularga yordamchi choralar ko'rishdir. Masalan, ishlab chiqarish jarayonidagi yuqori harorat, namlik yoki ximik moddalar bilan ishlash xavflari kabi omillar e'tiborga olinishi zarur. Buning uchun maxsus texnologik parametrlar, xavfsizlik uquvlari va xavflarni kamaytirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar joriy qilingan. Biz O'zmedkamerat aksiyadorlik jamiyatida xavflarni boshqarishga jiddiy qarab, ularni oldini olish uchun har qanday texnologik yangiliklardan foydalanishga harakat qilamiz. Masalan, yangi monitoring tizimlari va ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish orqali xavflarni tez aniqlash va ularni tezkorlik bilan bartaraf etish imkoniyatini yaratamiz. Bu o'z navbatida ishlab chiqarishning barqarorligini, xavfsizligini va ekologik samaradorligini ta'minlashga yordam beradi. O'zmedkamerat aksiyadorlik jamiyatida xavflarni boshqarish nafaqat tashkiliy ish bo'lib, balki har bir xodimning ish joyida xavfsizlik va sifat talablariga hurmat bilan qarashga bog'liqdir. Bizning maqsadimiz bu har bir xodim xavfsiz va ishonchli ish muhitini ta'minlash, shuningdek ishlab chiqarishdagi barcha xavflarni samarali boshqarish orqali ishlarning uzoq muddatli va samarali rivojlanishini kafolatlashdir. Shuningdek, xavflarni boshqarishda ekologik xavflar ham muhim o'rin tutadi. Biz atrof muhitga ta'sirni kamaytirish va ekologik xavflarni minimallashtirish uchun zamonaviy ekologiyaga yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy qilmoqdamiz. Bu nafaqat korxonamizning ekologik jihatdan mas'uliyatliligini ta'minlaydi, balki jamiyatning barqaror rivojlanishini ham ta'minlashga xizmat qiladi. Xulosa, O'zmedkamerat aksiyadorlik jamiyatida xavflarni boshqarish bu nafaqat ishlab chiqarish jarayonining samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash, balki barqaror rivojlanishga erishish uchun ham muhim bo'lgan tizimdir. Xavflarni aniqlash, baholash va ularga qarshi samarali choralar ko'rish jarayonida barcha xodimlar faol ishtirok etadi. Biz bora-bora o'zimizning ishlab chiqarish sohasidagi iqtidorimizni yanada oshirib, xavfsiz va barqaror o'sish muhitini yaratishga intilamiz. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. E'tiboringiz uchun minnatdormiz. Hurmat bilan Compliance xizmati.